Samasvalga shopper kerak va ekskavator, buldozerist kerak bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, shoshilmasdan ko'ring, chunki mana shu ishlar to'g'risida hozir batafsil ma'lumot beraman. Nomerlarni izlashga shoshilmang, chunki nomerlarni oxirigacha ko'rsangizlar, xudo xolasa sizlarga aytib o'tib ketaman. Qisqa reklamadan keyin batafsil sizga ish haqida ma'lumot beraman. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Men qo'rqqandan, xo'p, boshida to'g'risi ishonmagandim. Yonimizdagilar ham yo'q, mashinik bir kunda ola olmaysan, bo'lmaydi deyishgandi. Yo'q, Allohga shukr, mana yuzimizni yorug' qildi, keldik. Bir kunda imtihonni topshirdik. Xo'p, vajdaniyadan o'tdik, mana keldik, pravalab oldik. Allohga shukr, yuzimiz yorug' bo'ldi. Shoshli ekanman. Albatta. Tavsiya qilaman, marhamat kelinglar. Bir kunda vaqtlaring ketmaydi. Bir kunda qutulasizlar hammasidan. Qo'qonliklarga nima deymiz? Qo'qonliklar bosinglar gazini. Aka. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Murod Qodirov. Do'stlar, ko'pchilik odam ish so'rab telefon qiladi. Hozir men sizlarga ajoyib ishlarda taklif qilamiz. Sankt-Peterburgda yurgan birodarlarimiz uchun voditelga ish bor. Hozir bitta do'stimiz ishlayotgan firmada ekan. Hozir shu odamni o'zi bilan bog'lanamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Murodjon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Bizga Jahongir ish haqida ma'lumot bering. O'zingiz ishlagan firma ekan. Ish Pamesda vezdexod, shakman, ichmaydigan, chekmaydigan odam kerak. Aha. Pamesda ishlaydi. Sestraysk tomonda. Bu Sankt-Peterburg tarafda, to'g'rimi? Leningradskiy oblast. Aha. Leningradskiy oblast. Patentini ahamiyati yo'q. Dokumenti o'zi uchun kerak. Soatiga 550 dedingizmi? Soatiga 550 dan beradi. Agar ishi yoqadigan bo'lsa, ko'radi, 600 so'mdan chasovoy beradi. Tushundim. O'zbekistondan kelsa bo'ladimi? O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan. Yo'q, O'zbekistondan kelsa bo'lmaydi. Agar shu yerdagilar bo'ladigan bo'lsa, unda marhamat, kelsin ishlasin. Xo'p. Menga podmenchik kerak-da. Sizni o'zingizga podmenchik kerak. Sizga kerak, ha. Siz nomeringizni qo'ysam bo'ladimi, Jahongir? Bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam siz nomeringizni qo'yaman. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Sizga Xo'p, mayli, charchaman. Xo'p, rahmat. Xo'p. Do'stlar, eshitdingizlar, Leningradskiy oblastda faqat shu yerda yurgan birodarlarimizni ishga olishar ekan, 550 soatiga 600 rubldan agar yaxshi ish ko'rsatadigan berar ekan. Bu do'stimiz ancha paytdan biz tanishmiz. Bu do'stimizga o'zi naparnik kerak ekan. Nomerlarni описаниеda qoldiraman. Undan keyin do'stlar, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelib ishlasa bo'ladigan ish bor. Ish Xabarovskda. Kelinglar, mana shu ish haqida batafsilroq o'zini og'zidan eshitganimiz ma'qul. Assalomu alaykum. Bizga Xabarovskiy viloyatida, Xabarovskiy krayida shunaqa ekskavator, gusenishli ekskavator, buldozerist, bitta ekskavator, bitta buldozerist kerak. Opti rosa ham optli bo'lish ham shart emas. Eplasa bo'ldi. Pravasi bormi, yo'qmi, uni ham farqi yo'q. Biz Farg'onadan 10 ta bola ishlaymiz. 3-4 yildan beri ishlayotgan akalar ham bor. Men o'zim shaxsan 1 yildan beri ishlayman. Ishonchli firma, puliga aldamaydi. 140 ming oylik 2 bo'lib beradi, zadержка yo'q. 1 yillik patentni o'zi tayyorlab, hamma patent dokumentlarini tayyorlab beradi. 15 ming oyiga, oylikdan tashqari pitaniya pul beradi. Uzoqroq yo'q-yoqqa komandировщni jo'natsa, komandировщni yana 5-10 so'm qo'shimchalarni qilib beradi, uzoq yaqiniga qarab. Shunaqa bolalardan bo'lsa, qiziqarlar bo'lsa ayting. Mana o'zi eshitdingizlar, Farg'onalik akalarimiz bu joyda ishlayapti ekan, o'zlarining firmasiga ishlarni qabul qilyapti ekan, ya'ni ekskavatorshik va buldozeristlar kerak bo'lar ekan. Уже qo'shimcha qilishga hojat yo'q, chunki akamiz o'zbek tilida sizlarga ma'lumotlarni berdi. Ikkalasi ham o'rtoqlar, mana shularni nomerlarni описаниеda qoldiraman. Iltimos, videoga like bosib, sizlarga tarqating va ish guruhlariga tarqating. Obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki endi sezon boshlanyapti. Ustimdagi kiyimni ham ko'rishingiz mumkin. O'sha xudo xolasa issiq kelyapti, sezon boshlanyapti. Sog' bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like'larni yozib, kommentariylarda o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Sog' bo'linglar.